hamma moshinalarimiz toza ozoda. Bir hidi yo'q, hech kim chekmaydi. Namangan tumanidan Toshkent yo'nalishi bo'yicha malakali shofyorlarni izlayapsizmi? Biz sizga ishonchligini ko'rsatamiz. Ortimda turgan akalar Toshbuloq Toshkent yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan shofyorlarimiz tumanimizdagi. Hozir akalar bilan suhbatlashamiz, qulayliklar, imkoniyatlarini bilib olamiz. Bizning qulayliklarimiz Xorazm, Buxoro, Xiva shaharlariga bizni sayohatchilarimizga skidkalarimiz bor. Xudo xolisa bemor studentlarimizga ham yana chegirmalar qilib beramiz. Undan tashqari bizda biznes, komfort moshlarimiz ham bor. Bizneslari ham bor. Biznes ham bor. Biznes masalan xohlaganda komfortga ketishamizda komfort, biznes moshlarimiz bor. O'sha odamlar talabiga yarasha hamma moshlarimiz bor. Xudo xolisa. Telegramda, Instagramda tarmoqlaringiz bor. Instagram, Telegramlarimizda narsalarimiz bor. Mashalaganda tagiga xudo xolisa joylab ketiladi. U bemalol kirib, guruhlarga qo'shilib zakaz qilish mumkin. Asosiysi manzildan manzilga yetkazamiz. Pitaga chiqish shart emas. Uydan turib telefon orqali, Telegram orqali aloqaga chiqsa, manzilda aytsa, manzildan manzilga yetkazib boriladi. Toshkent shahri ichi bo'yicha, Namangan rayon bo'yicha hamma joydan olib, ishonchli, Xudo xolisa xizmat ko'rsatyapmiz. Doniyor aka nima deysiz? Bizda endi akalarim aytishdi, yana pochta xizmatlarimiz ham bor. Ular ham arzon, qimmat emas. Uni ham shu o'zimiz ishonchli shopirlar hammasi shu manzildan manzilga qo'llariga topshirishadi. Xudo xolisa ishonchli ular ham. Pul bo'ladimi, dokument bo'ladimi, umuman hajmi katta kichik farqi yo'q. Mashinaga joylansa bo'ldi. Yetkazib beramiz xudo xolisa. Pochta xizmatlarimiz ham ishlab turibdi. 24 ga yetdi bu ham. Umrachilarga, umra safarlariga kutib olish, olib borib kuzatib qo'yish xizmati, yuklarini tushirib, o'sha samolyotga traplargacha chiqarib olib borib qo'yishimiz imkoniyatimiz bor va kechasi kunduz 24 soati 7 deyilgan. Kechasi 12 da bo'ladimi, 1 da bo'ladimi? Qo'ng'iroq qilsa bo'ldi, ishlarni bitiramiz. Toshbuloq Toshkent taksi xizmatiga bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.